Stalin qatag'onlari davrida ko'zga ko'ringan musulmon din arboblari, keyinchalik muftiy darajasiga ko'tarilgan Eshon Boboxon va uning o'g'li Ziyovuddin Boboxonovning taqdiri ayanchli kechdi. 1936-1937 yillarda Ziyovuddin Boboxonov hukumatdan yashirinib Toshkent viloyatida Bekobod yaqinida yashadi. U yerda kasalxonaga bog'bon bo'lib ishga kirdi. 1937-38 yillarda mamlakatimizda katta qirg'in boshlangan paytda davlat arboblari, adabiyot san'at namoyandalari, oddiy siymolargacha qamoqqa olindi va bularning ko'pchiligi botib tashlandi va mana shunday jarayonlar davom etayotgan bir paytda Eshon Boboxonovlar oilasida ham juda katta musibatlar keldi boshiga. Mana shu 1938-yilning 13-avgustida Eshon Boboxon, uning akasi Hasanxon qori hatto u qamoqda vafot etgan, o'g'illari Kamolxon qori, Zayniddin 1938-yilda Ulan-Ude shahrida vafot etgan va Ziyovuddin Boboxonovlar qamoqqa olinadi. Bundan oldin Eshon Boboxonovning oilasi quloq qilinib, ularni Xastimomdagi hovlisi ko'zi ojiz bolalar uyiga berilgan edi. Oila a'zolari barcha fuqarolik huquqlaridan mahrum etiladi. Eshon Boboxon oilasi uchun bu 1934-1940 yillar ayniqsa nihoyat darajada og'ir kechadi. Faqat 1941-yilning oxiri, 1942-yilning boshlarida Eshon Boboxon va Ziyovuddin Boboxonov qamoqdan qo'yib yuboriladilar.